4 ayının 26 günü Xitayning Meksikadagi yangi bosh elchisi parlamentni ziyorat qilganda Tibet bayrog'i bilan parlament a'zolarining noroziligiga uchirdi. Uyg'ur harakatining ijtimoiy taratquyi hisobida hammakirlangan siniga qaraganda parlament a'zolari Xitoy bosh elchisiga norozilik bildirib, Tibet bayrog'i osgan hamda Uyg'urlarga erkinlik yig'ilish lagerlari taqalsin degan shiorlarni to'g'lagan. Buninglik bilan Xitoy bosh elchisi parlament binosidan ayrilishga majbur bo'lgan. Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkazilgan Xitoyga qarshi namoyishga aralashgan Qozog'iston soqchilari faoliyatchilarni qo'lga olgan. Egilnishicha Qozog'iston bilan Xitoy o'zaro viza kechirim qilish kelishimi tuzmoqchi bo'lgan bo'lib, Qozog'iston xalqi bu kelishim yo'lga qo'yilishdan burunla Xitoy oqillarining Qozog'istonga eqishga boshlaganligiga norozilik bildirib, bu kelishimga qattiq qarshi turadiganligini e'lon qilgan. Washingtonga joylashgan Uyg'ur harakati Avstraliya parlamentidagi parlament a'zolari va ommaviy tashkilotlar bilan davomli ko'rishib, Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning Avstraliya parlamentida qabul qilinishi uchun faoliyatlarni davomlashtirmoqda. Sharq Turkistonda g'alati Xinjiang borligi kelmoqda. Uyg'urlar boshchiligidagi turk musulmonlar irqiy qirg'inchilikka uchrab yo'q qilinayotgan bir paytda bu rayonda yangidan o'ltiraqlashgan tajovuzchi Xitoylarning Uyg'ur folklori va san'atini o'g'irlash orqali yolg'on Uyg'urga aylanishga urinayotganligi o'tirg'i chiqdi. Bu sindagi kishilarning hammasi xuddi Uyg'urdek yasnavagan Xitoylardir. Hindiston Tashqi ishlar ministri Surahmaniyam o'zlarining barliq davlatlar bilan bo'lgan munosabatining yaxshilanishini umid qiladiganligini, ammo Xitoyning boshqa bir turda ekanligini o'tirg'i qo'ydi. Surahmaniyam chegara talash tortishi va navbatdagi munosabatning benormalligi sababidan Xitoyning boshqa bir turga kiradiganligini ta'kidlab, buning Xitoyning chegara boshqarish kelishimiga xiloflik qilganligining natijasi ekanligini aytdi. Alibabaning qurg'uvchisi Mayun Xitoyda hukumatni tanqidlagandan keyin davlatdan qaytishga majbur bo'lgan bo'lib, u tunji xizmati bo'lgan o'qituvchilikka qaytib kelgan. Egilnishicha Xitoydagi elektronlik savdo magnati Alibabaning qurg'uvchisi Mayun Yaponiya Tokio universitetida ziyoratchi o'qituvchi bo'lib xizmatni boshlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4 ayning 27 kuni kimlik orqali Qirg'iziston chegaradan o'tish to'g'risida imzolangan xalqaro kelishimni tasdiqlagan. Hujjatga asoslanganda Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari pasport va tamg'a olmay turib, kimlik kartalari bilan rasmiy chegaradan o'ta oladi ekan.